Hop, Emotion Talk va nima uchun bunaqa nom qo'yilgani sababi loyihamizga e'tibor beramiz. Angry nima degani? Jahl chiqish. Bay degani nima degani? Tushundinglarmi? Disappoint xafa bo'lishga, hafsalasizlik bo'lish. Shy bu uyalish degani. Tushundinglarmi nima qilayotganimizni? Xo'p. E'tibor beramiz. Mana bu Sofia degan robot bo'ladi. Xo'p. Mana opa. Sofia qiz bolani ismi. Mana shu robot da mana shunaqa imkon nimalar bor. Ya'ni insonning his tuyg'usini ifodalaydigan yuzda shu narsani ifodalab bera oladi. YouTube'ga kirsangiz ham Sofia robot deb yozsangiz chiqadi, turi bilan chiqadi. Elon Musk. Ha? Elon Musk. Yo'q. Elon Musk qilmagan. Qaysi kompaniya qilgani esimda yo'q hozir. Internet ham juda ham zo'r ishlayapti, shuni hisobiga mana bunaqa qochish bor. Xullas, mana shu ko'rib turgan robotlarda mana shunaqa imkoniyat borda. Inson mana yuz ifodasini ifodalab beradi. Faqatgina bu emas, bu bir qismi hisoblanadi. Biz ham mana shundan ilhom olgan holda mana shunaqa o'zimizni sun'iy intellekt dasturimizni qildik. Ya'ni men qildim, sizlar uchun. Tushundinglar nimadan? Keyinchalik ham siz ham mana shunaqa sun'iy intellekt dastur qilishingizga sababchi bo'lishi mumkin mana shunaqa loyihalar. Bu albatta bu loyiha boyagi Sofiyada ko'rib turgan loyihaning bir qismi hisoblanadi. Lekin juda ham ajoyib qilingan deb o'ylayman. Xo'p, doimgidek birinchi ekranimizni to'g'rilab olishimiz kerak, ekranimizning sayzini ham mana shunga moslab olishimiz kerak ekan. Demak, bu rasm, to'g'rimi? Sizlarga bekorga unaqa qilmadim, men rasm tashladim. Da, albatta. Mana bu yerda rasm tashladim, mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerda rasmlar bor. Biz nima qilamiz? O'tamizda. Vashiko interneti. Xo'p, bo'ldi, topdik. Rasmlarni pictures degan sizlarga ham tashladim mana. Hammasi bor. Angry deysizmi, Bay deysizmi, hamma rasmlar bor. Bizni gapirishimizga qarab mana shunaqa yuz ifodasini chiqarib beradigan nima qildik? Qilamiz to'g'rirog'i. Hozir bizga stabil holatda, ya'ni qanaqadir oddiy holat bo'ladi-ku. Hali harakatlanmagan, ya'ni qanaqadir endi siz ham bunaqa default holatdagi stabil holatdagi turishingiz bo'ladigan bo'lsa, shunchaki turishingiz. Hali kulmagan, yig'lamagan, xursand bo'lmagan holatda. Birinchi mana shu rasmni nima qilamiz? Olamiz. Mana bu yerda polnis tozalaymiz va shu bilan birgalikda eski birinchi, ikkinchi darsimizning kodlarimizni olamiz. Shu yerdan kerak bo'lgan kodlarni olamiz. Ya'ni noldan yozmaymiz, oldingidek. Xo'p, bizga bu yerdan nimalar kerak bo'ladi? Rang kerak emas. Hozircha ekranning razmeri to'g'irlash kerak emas. Bizga mana bu kerakmi? Albatta. Xo'p, bular kerakmi? Yo'q. Image show kerak va bularni biz siklni ichida yozamiz. Nimaga? Chunki rasm har doim update bo'lishi kerak. Update bo'lishligi uchun bu siklni ichida bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Siklni ichida yozib oldik. Mana bu yerda birinchi rasmimizni to'g'irlaymiz. Picture ichida nima edi? Stabil degan rasm edi, to'g'rimi? Va keyingisi ekranimizning razmeri necha bo'lishi kerak ekan? 800 ga 750. Ya'ni mana bu bilasiz, rasmni razmerini to'g'irlasangiz, bu ekranning razmeri shunga moslashadi, to'g'rimi? 800 ga 760 berilganmi? 760 berilgan adashmasam. Mana. Bu meni kompyuterimga tushdi-da bu. Bu meni kompyuterimga tushdi. Sizga anaqa tushmasligi mumkin bu. Xo'p, boshqa taraf beramiz. Mana. Normalmi? Menimcha ham normal. Xo'p. Demak, kamerani
to'g'riroq rasmni to'g'rilab oldik a. Keyingi etapda qilishimiz kerak bo'lgan narsa speech recognition qo'shamiz bunga. Ya'ni doim shu narsani aniq qilib olinglar. Men bekorga ketma-ketlikda qilmayman. Birinchi preed qilishdan oldin doim reja tuzib olish kerak odam o'ziga. Birinchi rasm chiqarib olamiz, keyin speech recognition'ni chiqaramiz. Keyin shunga qarab rasmni nima qilamiz? Filtrlab chiqaramiz. Hozir men birinchi navbatda speech recognition bu kutubxonaning vazifasi nima edi? Tohir. Speech recognition. Ha? Mikrofon vazifasini bajaradi. Gapirasiz, uni o'qiydi. To'liq aytganda nima bo'ladi? Siz ovoz ko'rinishida gapirasiz, uni tekst ko'rinishga chiqarib beradi. Ichida mikrofoni ham bor. Nima qilardik? Eslatib olinglar. Birinchi speech recognition kutubxonasini chaqirardik, to'g'rimi Hamidulla? Keyin nima qilardik? Recognizer klassini chaqirib olardik. Va buni R degan o'zgaruvchiga saqlaymiz. Undan keyin Wisdom Context Manager'ni chaqirardik. Undan keyinchi yana speech recognition buni ichidagi nima edi? Mikrofon. To'g'rimi? Biz mikrofonda gapiramiz va uni javobini tekst ko'rinishda olishimiz uchun kerak bu. Xo'p, buni nima deymiz? Voice deb olsak bo'ladi. Siz mikrofonda ovoz ko'rinishda gapirasiz-ku. Shuning uchun buni voice deb oldim. Bizga yana nimalar kerak? Eslatib davay. Mana gruppada ham bor-ku bu narsa. Hali ham sketch bo'lmagan. Qaranglar, qo'yilmasa. Xo'p, uncha ko'p bo'lmagan yozganimizga mana. To'g'rimi? Mana shu kod. Tak, bizga kerak bo'lgani ichidagi mana bu. Mana shuni copy qilamiz. Shuni tashlaymiz. Mana. Tayyor bor bizda mana. Xo'p, menga aytadi, Bilol aytadi. Bilol mana buni kod nima qilib berardim? Kim aytadi? Qo'l ko'tar. Shumni nima qilib beradi? Olib beradi. Qolgan shumlarni faqat sizga o'zingiz olib beradi, to'g'rimi? Bucha. Abdurahmon aytadi. Qanaqa chiqarib beradi? Kim aytadi? Hayolinglar joyiga qo'yinglar. Men bu o'tilgan narsalarni javob bera olmadinglarmi? Demak, darsga yaxshi qarab o'tirmagan bo'lasizlar. Uyda yaxshi takrorlamagan bo'lasizlar. Tushunyapsizmi? Bularni bilishingiz kerak. Yana qaytaraman. Buni aytdik nimaligini? Buni ham tushundingiz. Bu nima edi? Sizni ovozingizni get qilib oladi. Siz ovozni oladi. Get degan nima degani? O'ziga olib oladida, data degan o'zgaruvchi saqlab qo'yamiz ovozingizni. Mana bu yerda esa uni tekst ko'rinishga o'tkazib olamiz. To'g'rimi? Mana shu yerda misol uchun print text deydigan bo'lsam, bizning ovozimizni chiqarib berish kerak, to'g'rimi? Qani? Nimaga mana bu chiqarib bermadi? Xo'p, salom deymiz. Text recognition data. Buni to'g'ri yozganmiz, albatta. Xo'p, boshqa taraf berib ishlatib ko'ramiz. Mana buni chiqarib bermadi-da. Mayli, salom. Qalaysan? Salom. Yozib berdi, lekin mana bu rasm chiqmadi. Nima uchun? Image show o'qiganmiz. To'g'rimi? Boya rasm chiqayotgandi? Chiqayotdi. Mana bu kod ishlayapti. Bundan o'tmayapti. Nima uchun? O'tmaydi-da, bu ishlaydi-da bu. Bunga o'tishligi uchun nima qilamiz? Buni ham while ichida yozishimiz kerak, to'g'ri? Mana bu kodni. Yoki-da buni biz funksiyaga olishimiz kerak. Def deymanda, misol uchun, hop. Recognize speech deb qo'yaman. Bu funksiyamizning nomini. Tushundingizmi? Mana buni
funksiyani ichiga tiqamizda, oxirgi qaytadigan qiymatini return text qilib yuboramiz. Va bu funksiyani mana bu yerda chaqirib olaman. To'g'rimi? Buni bitta text degan o'zgaruvchiga saqlab olib, print text qilsam bo'ladimi endi? Print text deyman. Endi bitta ramber ishlatib ko'ramiz. Boshida nechta sekund shunaqa bo'ladi, keyin ishlab ketadi. Salom. Qalaysan? Men gaplarni yozib oldim. Ko'rdinglarmi? Birinchi gapdan keyin shunaqa bo'lib qolyapti, ha? Demak, biz mana bu yerda nima deymiz? Wait ga qilamiz. Nechidir wait nima degani kutish. Mana bu 100 degani 0.1 sekund atrofida kutadi birinchi, keyin xullas boyagidek muammo yo'qolish kerak. Mana yo'qoldi. Salom, qalaysan? Birashga yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Uydagilar tinchmi? Tushunmay qoladi. Salom, chetmayapsanmi? Video bir narsa tashladi. Xo'p, mana. Siz gapirmasangizchi, bu avtomatik ishlashdan to'xtaydi. Hozir biz gapiryapmiz-ku mana. Xullas shu. Savollar bormi? Tushunib tashladinglarmi? Qiynalmasa ham? Qiynalmasa. Endi siz bitta mustaqil ish qilasiz, ya'ni mana buni speech recognitionda gapiradigan gapni biz konsolda chiqaryapmiz-ku, to'g'rimi? Nima gap bo'ladigan bo'lsa, siz uni konsolda emas, puttext yordamida oynani o'zida chiqarasiz. Tushuntira oldimmi? Savollar yo'qmi? Demak, biz hozir try acceptni boshladik, to'g'rimi? Mana hozirgi kodimizda mana bunaqa try accept yozdik. Mana bu yerda nima yozilganini tushuntirdim, ha? Body qismi, ya'ni xatolik bo'lmagan holatda shu qismi chiqadi va return qaytaraveramiz. Agar nimadir xatolik chiqsa, mana acceptga o'tadi. Mana bu yerda shunchaki bo'sh string qilib o'rganmiz. Xo'p, demak, try accept degani bu nima ekan? Bu kalit so'z xatolikdan qochish uchun ishlatamiz, ha? Va bu qanaqa xatolik bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Bu juda ham ko'p ishlatiladigan narsa bu. Habidulla, nima deb o'ylaysiz? Qanaqa xatolikni aniq qilishimiz mumkin, oldini olishimiz mumkin? Bu nima? Bu kalkulyator dasturi, to'g'rimi? Ya'ni kalkulyatorning o'zi va buning ichida kalkulyator dasturi bor. To'g'rimi? Bunga shunaqa set, ya'ni o'rnatilgan kalkulyator dasturi. Kalkulyatorda misol uchun nimadir xatolik chiqib qolganini ko'rganmisiz? Qanaqa? Boyagi 0001 deb chiqib qolishimi? O'yinda u sig'imida, u sig'imda misol uchun bu 10 xonali, menimcha yoki 12 xonali son sig'adi unga. Undan ortig'i sig'maydi. Undan ortig'iga deb chiqib qoladi. Cheklangan bo'ladi. Bu limit. U limit. Bu xatolik emas. Ko'rganmisizlar xatolik? U yerdagi xatoliklar, chiqishi mumkin bo'lgan xatoliklarning hammasini try accept bilan oldin olib qo'yilgan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Misol uchun nima bo'lishi mumkin deyishingiz mumkin. Men bu yerda tak mayli, misoldan oldin men sizlarga try acceptni tushuntirib beradigan bo'lsam. Try bu xatolik. Men bitta sal g'alati bo'libdi. Bu to'g'ri kod tryda yoziladi. To'g'ri bo'lgan kod. Ya'ni siz ishlatishingiz mumkin bo'lgan doim ishlatadigan kodingiz tryda yoziladi. Accept esa xatolik yuz beriladigan qismdagi holat yoziladi. Misol uchun sizga qanaqadir ogohlantiradi. Bu yerda misol uchun 0 yozib bo'lmaydi. Bu yerda 1 yozishing kerak yoki bu yerda mana bu narsani kiritishing kerak. Noto'g'ri yozyapsan deb sizni ogohlantiradi. Xatolikni ushlaydi, xatolikni chiqmasligini oldin oladi. Misol uchun qanaqa bo'lishi mumkin? Kelinglar, sizlarga batafsil tushuntirib beradigan bo'lsam, men bu yerda bitta ikkita son kiritamiz. Misol uchun a sonni kiritamiz. Int input qilamizda birinchi sonni kiritingni yozamiz, to'g'rimi? Endi ikkinchi sonni yozamizmi? B. Ikkinchi sonni kiriting deymiz. Endi mana bunaqa deymiz. If deyman. Yo'q. Mana shunday degan bo'lar ekan. Misol uchun qo'shish bo'lsa nima deymiz? Kelinglar, kichkinagina kalkulyator dasturini qilishga harakat qilamiz hozir try accept yordamida. Misol uchun ikkita sonni qo'shish uchun biz nima qilamiz? A plus B, to'g'rimi? Print deymanda. Kelinglar, A bo'lingan B deyman. Tushundinglarmi? Va bitta ram beraman. Xo'p.
12 bo'lingan 6. Cho'tki ishlayapti, to'g'rimi? Endi qarang. 12 bo'lingan 0. Xatolik bo'lib qoldimi? Nimaga xatolik bo'ldi? 0 ga bo'lib bo'lmaydi. Mana shu holatda agar dasturingiz ishlab turgan bo'lsa, taqqa to'xtaydi dasturingiz, ishlashdan to'xtaydi. Uni yana qaytadan RAM berib, yana ishlashingiz kerak. Agar dasturingiz qanaqadir serverda turgan bo'lsa yoki qanaqadir ishlatib qo'ygan bo'lsangiz, bo'ldi, dasturingiz уже qotdi, ishlamaydi, bug. Stop уже. Tushunyapsizmi? Agar shu xatolikni siz try except bilan olganingizda-chi, dasturingiz mana shunaqa xatolik bilan chiqib, mana shunaqa bug berib to'xtab qolmaydi. Qachonki biz nimadan foydalansak ekan? Try exceptdan foydalansak. Mana ko'rishdi. Tushunyapsizmi? Tryda demak son kiritamiz mana bu yerdan. Try deymiz-da. Kodimizning asosiy body qismi mana shu yerda bo'ladi. Body nima degani? Bosh. Ya'ni body degani bu tana degan ma'noni beradi, figurada. Ya'ni kodimizning asosiy figurasi mana shu qismda. Tushuntira oldimmi? Except'dachi xatolikni oldin olish qismi bo'ladi. Mana bu zero division nima degani bu? Mana zero division chiqdi. Ya'ni 0 bilan bog'liq qanaqadir xatolik chiqadigan bo'lsa, mana shu yerda nima desak bo'ladi? 0 ga bo'lib bo'lmaydi deb qo'yamiz, to'g'rimi? Yana xatolik bitta emas, mana except ma'nosi ham shunaqada. Except ma'nosini kutish degan ma'no beradi, to'g'rimi? Xatolikni oldindan kutadi. Chiqishi mumkin bo'lgan ehtimoliy xatoliklarni oldindan olib qo'yamiz. O'shanda dasturimiz bug bilan ishlab to'xtab qolmasligi mumkin. Chunki shunaqa to'po'ylar bu haqiqatdan ham 12 ni misol uchun 0 ga bo'lish mumkin. Ya'ni 0 ga bo'lib ko'rish mumkin-da. Nima bo'lar ekan degan narsa bor. Uni bilmasligi mumkin ishlashni yoki atletni shunaqa qilishi mumkin. Bu dasturingizni to'xtashiga olib kelishi mumkin-a? Shunaqa xatoliklarni oldin olar ekanmiz. Tushuntira oldimmi? Yoki boshqa value errorlar deymiz mana. Boshqa qanaqadir value errorlar bo'lishi mumkin. O'sha xatoliklarni oldindan birdaniga olib qo'yamiz. Bu yerda biz shunchaki xatolik yozib qo'yamiz. Tushuntira oldimmi? Endi ishlatib ko'ramiz. Mana 12 bo'lingan misol uchun 0. 0 ga bo'lib bo'lmaydi. Dasturingiz xato ishlab qolmadi, to'g'rimi? Shuni while ga bersangiz tim bo'ladi mana, while ga berib ko'rsangiz mana qarang. While desa true qilib beraversangiz bo'ldi, to'g'rimi? Sikl doim ishlayveradimi? Mana shu yerda xato bo'lib qolishi mumkin. Kodingiz ishlamay qolishi mumkin. Qanaqa holatda? Agar try except bo'lmasa. Bizda hozir try except bor. Ko'pgina xatoliklarni o'sha oldini oladi mana. Mana. Ko'ryapsan? Ikkinchi songa misol harf yozib qo'yadigan bo'lsam, agar try except bo'lmaganda hozir dasturimiz ishlashdan to'xtardi. Tushunyapsizlarmi qanchalik muhim narsa ekanligini try except. Kelajakda ham bu narsaga biz ko'p to'xtalamiz, ko'p ishlatamiz. Katta loyihalarimizda biz try exceptdan foydalanamiz. Tushuntira oldimmi? Yo, bu if else ni vazifasi boshqa. If else siz u yerda shart berasiz. Bu yerda xatoliklarni oldin olasiz. Ikkalasining o'zining vazifasi bor. Tushunyapsizmi? Shu demak try exceptni sizlar menimcha chotki modga tushundinglar, to'g'rimi? Xo'p. Mana bu kod try exceptga tegishli bo'lgan kod. Mana bu yerda ham try except yozganmiz. Boya tashlaganimda siz esa menga hozir buni tushundingiz xolos. Mana buni qilib berasiz. Mayli, buni qisqacha qilib bersangiz bo'ladi. Ya'ni ko'paytirish, bo'lish, qo'shish, ayirish 4 ta amalni bajarib berasiz. Mana bilan o'z chiqamiz. Ya'ni bu qismda rasm. O'sha rasm. Biz gapirganimizda rasm o'zgaradi. Albatta. Siz gapirasiz-ku. Ularni keyiga tenglashtiramiz. Mana bu keyiga va keyiga qarab valyusini chiqarib beradi sizga. Ya'ni rasmni chiqarib beradi. Zo'ra? Logika oddiy, lekin kuchli. To'g'rimi? Bu rasmlar bitta-bitta yozib turmaymiz. Ustoz deganlarni qilaring. Copy qilamiz va Menga o'tamiz. Qayerda yozamiz? Mana bu yerda yozsak bo'ladi mana.
Nima deysiz? Mana bo'ldi. Endi buni forda aylanishimiz kerak, to'g'rimi? Fordani bitta-bitta chiqaramiz va biz gapirgan tekstga har bittasini tenglashtirib chiqishimiz kerak. To'g'rimi? Ya'ni mana shu yerda pastda yozsak ham bo'ladi. Bu gap olib tashlaymiz. Mana bu yerda for word, to'g'rimi? Ya'ni biz nimani tenglashtirishimiz kerak? Mana buni. Bu so'zmi? Shuning uchun ham men nima dedim? Word deb yozib oldim. Endi men imagesni o'zini foydalanaman. Tushundinglar? Images deyman. Xo'p, bu foydalanadigan paytda keladi mana bu yerga. Mana bu yerga kelgan paytda biz shart beramiz. If deyman. Mana bu word ichida bo'lsa nimani? To'g'rimi? Siz misol uchun assalomu alaykum deb gapirdingiz yoki bo'lmasa angry deb gapirdingiz, angrydan keyin nimadir gapi chiqib ketdi. Asosiysi angry siz gapingizda bo'lsa bo'ldi. O'shanda angryga mos rasm, ya'ni valyusi chiqishi kerak. Tushunyapsizmi? Mana shu yerda siz nima deysiz? Mana bu rasmni o'zgartirasiz o'shanda. To'g'rimi? Mana shuni copy qilasiz. Mana bu yerga tashlaysiz. Faqat bu foto bilan mana bu foto bir xil qolmasligi kerak. Ya'ni o'zgaruvchi nomini nima qilamiz buni? O'zgartiramiz, ha? Buni nima desak bo'ladi? Qanaqa o'zgartiramiz? Image. Mayli, image deb qo'ya qolaylik. Image. Mana bularni ham image ga tenglashtiramiz. Mana bu 870 qolsin. Chunki oynamiz o'lchami bir xil bo'lib qoladi-da. Va image show mana bu yerda shohruh dedimmi? Mana bu yerda ham shohruh deyishim kerak. Tushuntira oldimmi? Ikkalasi ikki xil qolsa ham ishlamaydi. Keyingisi mana shu yerda biz asosiy qismdagi kodimiz mana shu yerda o'zgaradi. To'g'rimi? Mana shu yerda nima deymiz? Mana word chiqarishimiz kerakmi? Shuni o'zini chiqaramizmi? Qarang, uni keyiga murojaat qilardik, valyusini olardik-ku. Qanday olamiz shuni? Diktni chaqirasiz. Mana bu diktis, to'g'rimi? Dictionary. To'rtburchak qavs ochardingiz, ichiga keyni yozasiz. Key nima? Word. Tushunyapsizlarmi? Yo, dictionary birinchi marta o'tyapsizlarmi? Hamidulla hayratda. Kim tushunmadi shuni? Hozir aytamiz, bolalar. Tushunmaganlar bo'lsa, hozir aytinglar. Keyin bilib qolsam lekin gazinglarni beraman. Hozir so'rash kerak. Pishig'ida isib turgan payt so'rash kerak. Qizib turgan payt so'rash kerak. Oddiygina dictionary. Oddiygina dictionary bu. Savol bo'lsa bolalar uyalmasdan so'rash kerak. Xo'p. Endi ishlatib ko'ramizmi? Ketdi. Ya, anaqa ishlab ketdi-ku, mana tekst turibdi-yu, to'g'rimi? O'sha tekst ishlab ketdi-da. Bitta ram beramiz. Angry. Angry jon ishla, angry. To'ppa-to'p. Mana. O'zbekcha chiqib ketdi. Tushundingizmi nima demoqchi ekanimni? Mana bu yerda nima? Inglizchami? Mana bu yerda ham inglizcha bo'lish kerakmi? Default holatda o'zi qanaqa? O'zi default holat inglizcha. Demak, biz yozishimiz shart emas ekan. By. Angry. Tushundingizmi? Pauza holatiga keltirishimiz kerak ekanmi? Nechidir? Pauza holatiga keltirish biz kodini tepada yozganmiz, eng qizig'i. Qani edi? Mana bu. Mana shu pauza. Deylik, bitta rasmimiz necha sekund pauza holatiga tushsin, keyin pauza holatdan chiqib yana o'taversin. 3 sekund bo'ladimi? 3 sekund bo'ldi degani bu mana bu. Mana shu 3 sekundga teng degani. Tushuntira oldimmi? Angry. Mana. Nice man.
disappointed. Disappointed. Nima degan disappoint degan? Xafa bo'lish. Buy. 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 Cry. Shortdagi o'yin bor edi. Cry. Ishladi. Shunda bor. Nice'mi bolalar? Qiymas, ha? Ko'ryapsan, sun'iy til dasturlari ham yarachiq qiymas unaqa. Ozroqgina kalani eslatish kerak xolos. Nice'mi? Xo'p, unda mana buni hozir qildingizlar bilan, to'g'rimi? Buni kodini ham tushuntirdim sizlarga. Ovoz bo'lishi. Endi men misol uchun cry deyman, to'g'rimi? Rasm chiqqan payt pastidan cry degan ovoz ham chiqishi kerak. Ya'ni PyTT SX3 kutubxonasi bilan birgalikda. Men buni bekorga bermayapman ko'p. Keyingi darsimiz shunga bog'liq bo'ladi. Yaxshilab tushunib olish kerak. Tushuntira oldimmi? Tushunmadingizmi? Hozir qilgan kodimiz bor. To'g'rimi? Misol uchun angry dedim. Angry'ning rasmi chiqdimi? Va shu bilan birgalikda angry degan ovoz ham chiqishi kerak. Ovozni nima bilan chiqarasiz? Albatta PyTT SX3 kutubxonasi bilan birgalikda chiqarasiz. Tushuntira oldimmi? Unda bajaramiz. Go.